imkon asalda eng qimmat asalni pul, eng arzoni esa. Kelinglar birga ko'rib chiqamiz. Eng arzonidan boshlaymiz. Eng arzoni mana suyuq asalimiz bor. Buni chaqchuq bilan, quruq meva bilan aralashtirib iste'mol qilsalar zo'ralashadi. Pistamangizga bilan. Keyingisiga o'tamiz. Bu bo'lsa paxtan asali. Kilosi 110 ming so'm. Buni kilosi, buni narxini aytishingiz nasib qiladi. Buni kilosi 59 ming so'm kilosi. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yanton asali. Yanton asali kilosi 130 ming so'm. Bu yoqqa o'tsak, zominda tog'da olingan asal bor. Buni kilosi bo'lsa 150 ming so'm. Atiga ikkigan tog'da gullardan, giyohlardan olingan, gullar giyohlar emas, 15 ta giyohdan olingan asalimiz bor. Buni kilosi bo'lsa 180 ming so'm. Rangini ko'rsatib qo'y, o'ta bo'lajak, rangini. Keyingisiga o'tamiz. Eng cho'qqidagi asalimiz bor. Bu bo'lsa Qirg'izistonda O'zgendan olingan, O'zgen tog'ida olingan asal. Buni kilosi bo'lsa 200 ming so'm atiga mana. Yaqindan ham ko'rsatib qo'y. Bizning manzilimiz Yunusobod dehqon bozorida. Kelinglar, yaxshi kayfiyatda, yaxshi gaplar bilan kutib olamiz deydik-ku. Imkon asal, toza va tabiiy asal bizda. Kelaverasizlar. Murojaat misol uchun uzoqroqqa bo'lsa, telefon qilsanglar, misol Yunusobod dehqon bozoriga kela olmasanglar, telefon qilsanglar o'zimiz yetkazib beramiz. Bittaga besimdan chiqib qolibdi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham yaxshi qiziqarli videolar ko'rib turasizlar. Bundan buyog'iga. Bunaqa havoda o'zlaringiz ehtiyot qiling, maska taqib chiqinglar, iloj bo'lsa ko'chaga. O'zingizlar bilasizlar yana, xo'p.